hozir ko'rib chiqamiz. Mana ikkinchi video bu. Xo'p, e'tibor bergan bo'lsanglar, davay mana bu zonani ko'rib chiqadigan bo'lsak agar, ya'ni 600 pipsga yaqin bozor harakatlandi. Xo'p, mana shu holatda o'sha bizda nima bor? Ikkinchi take profitimiz ham bor. Ya'ni bizda har doim birinchi take profit 1 uровень, ikkinchisi esa 1618 zona edi. Endi xo'p, keyingi qiladigan ishimiz, yana hozir mana bu e'tibor beringlar, resistance zonamizga yaqinlashyapti. Ya'ni ko'ramiz qaysi tarafga. Agar support yana mana pastki holat zonamizga yana bozor harakatlanadigan bo'lsa, biz qiladigan ishimiz albatta nima qilish? Ya'ni o'sha struktura berish kerak bizga mana shu holatda, ya'ni ichki trend hosil qilib buzib berish kerak albatta. Buni yana hozir kutamiz sizlar bilan birgalikda. Endi mana bu holatga e'tibor bergan bo'lsanglar, joy idealniy emas. Bizga mana bu holat bo'lsagina, ya'ni maksimumlar aniq bo'lsa, maksimum, minimum, maksimumlar aniq bo'lib, oxirgi maksimum bizga buzib beradigan bo'lsa, biz shundan retestdan buy kira olishimiz mumkin edi. Endi e'tibor bergan bo'lsanglar, bu holatda hozircha mana bu strukturaga ishonib bo'lmaydi, chunki bunda mamlakatga trendni torta olmaymiz biz. Qanaqasiga trendni tortib bo'lmaydi. O'shaning uchun bu holatda biz inobatga olmaymiz. Hani ko'ramiz bizda qanaqa struktura beradi. Sabr bilan kutamiz. Zonadan hech qachon to'g'ridan-to'g'ri biz savdoga kira olmaymiz. Xo'p, mana bu bizga biz kutgan strukturani sekin-asta bozor berishga harakat qiladi va hop, mana bu holatda hop kutamiz. Ya'ni sell zona, mana bu yerda hech biz bayga kira olmaymiz, chunki biz sell zonaga yaqinlashayotganini ko'rib turibmiz. Hop, sabr bilan kutamiz. Hop. Sekin mana bu holatda ozgina bizda trend liniya bor, ozgina bo'lsa ham, ya'ni mana bu holatda inobatga oladigan bo'lsak, endi mana shu holatda kuzatamiz, darsha trend liniyani tortib olamiz. Ya'ni bizga qanaqa struktura berishini siz juda yaxshi bilasiz. Mana shu holatda kuchingiz kerak bo'ladi. Kuzatamiz, qani. Hop. Hozircha bizda ishonchliroq struktura yo'q. Ya'ni sellga, ya'ni bu holatda buyga ham shoshilmaymiz, sellga ham shoshilmaymiz. Hozir kuzatamiz nima holat. Hop, bizda ozgina bor. Hop, stop. Mana shu holatda stop. Ya'ni bizda nima bor? Mana bu line chatga oladigan bo'lsak, oxirgi minimumlarni buzilganini ko'rishimiz mumkin. Hop, endi biz tezda nima qilishimiz mumkin? Mana shu Fibonacci'ni olib, ya'ni mana bu holatda zonamizni aniqlashtirib olamiz. Tezda, tez harakat qilishimiz kerak albatta. Ya'ni 0.50 bu qani zonamizga keladimi yoki yo'q? Buni endi ozgina sabr bilan kutamiz. Hop, zonamizga hali kelmadi. Mana bu ko'p holatlarda kelmasdan ketib qolishadi. Anaqalar bo'lib turadi. Kuzatamiz nima holat bo'lishini. Hop, zonamizga ozgina yetmadi va zonamizga kirdi. Hop, birinchi take profitimiz urib berdi. Mana sekin tegib ozgina birinchi take profitimiz bor bizda. Sabr bilan kutamiz. Hop, yana zonamizda take profitimiz oldi. Zonamizda yana birinchi take profitimizni kutamiz sabr bilan. Hoppa, ko'rib turibsizlar, ikkinchi take profitimiz ham, ya'ni full take profit ham olindi desak ham bo'ladi. Hop, mana hisoblab chiqamiz, necha pips harakatlandi. Mana bu zonadan to'liq hisoblaydigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar. 530 pips harakatlandi. O'shaning uchun mana shu holatlarda sabr bilan kutib ishlash maslahat beriladi. Ya'ni hech qachon siz bozor o'rtasidan, ya'ni mana bu hududlardan hech qachon buyga yoki sellga harakatlanamiz. Ya'ni aniq bir zonangizdan harakat qilsangiz, bu juda ham yaxshi. Ya'ni ko'rib turibsiz, stop lossimizga umuman yaqinlashgani ham yo'q. Ya'ni zonani ochidan to'g'ri mana bu holatlarda mana bu yerda ozgina qo'rqitdi, lekin baribir ham stop lossimiz pastroqligi uchun biz stopimizga yetib kelmadi. Atak sabr qildik, kutdik va take profitimiz juda ham chiroyli take profit oldik desa ham bo'ladi o'rtoqlar. Endi bu
ozgina sabr kerak, ya'ni har bitta time frame, ya'ni mana bu shamlarni hisoblagan M15 bo'lgani uchun har bitta ya'ni tek profitimizga qanchada kelganini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mana bu yerdan hisoblasak ham, demak mana bu M15 bo'ladigan bo'lsa 15 30, ya'ni mana bu 4 ta shamma o'zi bizda 1 soat bo'lyapti. 1 soat. Ya'ni mana bu bizdagi demak 30 yana 1 soat. Ko'rib turibsizlar, 1 soat deganda impuls, ya'ni 2 soat deganda impuls bilan ya'ni ikkinchi tek profitimizni olib berganda, o'shaning uchun сделка ochib qo'yib pozitsiyani ushlab turish muhimligini odam his qilish kerak. Hech narsaga chalg'imasdan o'zingizni o'sha yo'nalishingizga sodiq qolib, ishonch bilan albatta harakatlanish kerak. Xudo xolasa sabr qilib mana shu holatga tursanglar, albatta sizlarga o'sha tek profitinglar urib beradi va chiroyli nima desam bo'ladi, kunlik profitda yakunlashingiz mumkin. Ko'rib turibsizlar, 500 pips. Menimcha bu judayam norma. Normaldan ham misol yetarlicha tek profit desak ham bo'ladi. Ya'ni 0 dan bitta сделка ochib qo'ysangiz, ko'rib turibsiz, 500 pips, ya'ni $500 tek profitingiz bor. Ya'ni stop lossingizni ham hisobga olishingiz kerak. Albatta stop lossingizni mana bu zonadan, ya'ni 30 pips hisoblaydigan bo'lsangiz ham, ya'ni mana bu holatda, ya'ni oxirgi mana bu deyman, misol uchun 0.50 dan hisoblasak ham ko'rib turibsiz, stop lossingizni o'zi ham lekin juda ham katta bo'lib ketyapti, lekin tek profitni ham ko'rib turibsizlar. Agar misol uchun 0 dan bitta сделка ochsanglar, agar 500 pips o'sha tek profitni ushlayman deb sabr bilan kutsangiz, kelib beradi, albatta kelib beradi. Kelib berdi. Mana ozgina bozor sizni aldab, so'ldab, chalg'itib, ozgina nima desam bo'ladi, sizga bosim o'tkazadi yoki tepaga buy qilsangiz pastga ketaman, sell qilsangiz yuqoriga harakatlanaman deganda, lekin siz unga yengilmasligingiz kerak, o'zingizni strategiyangizga sodiq qolishingiz kerak va ko'rib turibsizlar, 500 pipscha, o'sha 500 dan ham ko'p, $550 foydada olib chiqib ketishingiz mumkin. Ya'ni 2 soat, 3 soat deganda $550 foyda bilan chiqib ketasiz. Kunni bemalol yakunlab, umuman boshqa ishlar bilan ham shug'ullanishingiz mumkin, yoki o'zingiz ustingizda ishlasangiz bo'ladi, yoki shunchaki zonalaringizni yana test qilishda davom etsangiz bo'ladi. Ya'ni bu o'zingiz uchun nima desam bo'ladi, o'sha bozordagi nimangizni oshirish uchun, ya'ni tajribangizni ko'paytirish uchun bemalol qo'rqmasdan kun davomida test qilib mana shu holatlarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi, ya'ni shoshilmasdan. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Yaxshigina tushuntirib berishga harakat qildim deb o'ylayman. Endi qo'limizdan kelganicha mana shu strategiyani o'zi ham menimcha bozorda yetarli bo'ladi. Chunki umuman olganda faqatgina bitta muammo, ya'ni zonalari aniq va chiroyli, ya'ni umuman olganda SNR zonalari, ya'ni SNR o'sha supply and demand zonalari, ya'ni o'sha SN zonalari ham bilish kerak bu bozorda. Ya'ni o'shandagina siz mana shu Fibonacci'ni to'laqonli yanada mukammal tushuna olasiz, ya'ni qayerda to'g'ri tortishingiz mumkin va o'shandagina sizda duh bo'ladi, ya'ni qo'rquvni umuman yenga olasiz, chunki strategiyasi ko'rsatib turibdiki, mana shu holatdan, ya'ni mana bu zonada, mana bu zonaga boraman deganda qilib sizga ko'rsatib turadi. O'shaning uchun siz xotirjam bo'lasiz. Trading sohasida eng bu muhim narsalardan biri, inson har doim xotirjam bo'lishi kerak, hech qanaqa emotsiyaga berilmasdan. Ana shunda har doim foydali chiqadi. Do'stlar, buguncha shu edi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bundan ham chiroyli strategiyalar sizlarga imkon qadar tushuntirib o'rgatishga harakat qilamiz. Telegram kanalimizda ham aktiv bo'linglar, Instagramda ham, YouTube kanalimizda ham aktiv bo'linglar. Hammasi xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Menda hozir anaqa ozgina pastga tushib ketibdi. Xo'p, sog' bo'lasizlar. Ko'rishamiz. Hammaga rahmat.